Voydod bittada bang naxuy $500. Mana go'zalmi bolalar zona. Qaranglar, M5 time frame da biz o'zimizning indikator bor. Bu indikator просто zonalarini beramiz. Indikator Telegram kanaliga o'tsanglar bor. Hech qanaqa pulsiz, besplatni bozorda ikkita zonasini olasizlar. Oxirgi M5 time frame da maksimum bor. Maksimumda olamiz. 4801 maksimum bor. 4700 shumikan? Yo'q, pastroqda yana bitta bor. Shuni minimum deb olamiz. 4801 bilan 4730. Indikator kiramiz. Qaranglar, hop, o'chiramiz. 4801. Основной skalper razgonshilar uchun bu 4730. Готово. Bitta chiqaradigan bo'lsa, har bitta zonani chiqarib beradi indikatorimiz. Prem 3 dan o'qib beryaptimi? Nevis bo'lsa ham Prem 3 dan ushlab beryaptimi? Nevisni. Endi bizga shu zonaga kelsa, zonadan baykirama video davomida o'zingizlar ko'rib ketasizlar. 4766 64 zonalaridan full baykirama. Video davomida buni ham qo'yib ketamiz. Jigarlar, zonaga kelishini narxi kutamiz. Jigarlar, narximiz 66 64 zonaga keldi. Shu yerdan biz full baykiramiz. Yo'l bo'yi dalilga qolamiz, 0.1 bilan. Bu yerdan yaxshi reaksiya olyaptilar. Chiqish kerak. Davay, bitta impulsdan bitta sakrab bersa, o'ta zo'r bo'ladi. Davay, ketdi. Hozircha yaxshi, $28, 37, $50 bor. Oy, bilan minus, plus вообще tez ko'rsatyapti narx. Biz bu yerga faqat kutamiz. Hop, uchyapti. Yaxshi, bitta reaksiya bilan mana go'zal bu joyi $120, $140 foydalanamiz. Bitta yopamiz buni.